Shahzodjon, yaxshimisan? Yuribsan-da? Obzorchalar qilib, syomkachalar qilib, Franklin bo'yicha arkasidan yugurib. Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan obunachilarim. Bugungi obzorimiz Rim kontordan, Buxoro shahri Rim kontordan 3 yo'lli kottejimiz, Yevro kottejimiz 2 etajli iborat va yerto'lasi bilan 3 etajli iborat. O'zi obzorga keldik. Obzorni sizlarga ko'rsatib o'tamiz va qolgan yana ma'lumotlarni aytamiz. Ana bu fasad qismi. Fasad qismi, uli fasad urilgani yo'q. O'zi ichkarilarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yana qolgan ma'lumotlarni aytamiz qadrdonlar. Eshikchadan kiramiz, eshikni boqadigan o'ra. Gum-gum ovoz ham kelmaydi. Ana bu kengina hovli. Zillionni zona bor. Qadrdonlarim e'tibor beringlar. Ledni nimasi ham bor. Hojatxonasi ham bor. Moshincha darvozachani shuni ochasiz, moshincha shuni aytqasiz. Malibu'mi, Captiva'mi, har qanaqa qanaqa moshin bo'lsa ham joy bor. Ana bu oldin fasad qismi, fasad qilib beriladi kelishsak narxiga. Ana bu esa ledni kuxnisi. Ledni kuxnisiga e'tibor beringlar. Balandligi ham baland, bemalol. Endi ichkari obzorni ko'rsatamiz. Eshikdan kiramiz. Eshikdan kiramizdan keyin bu tomonga katta zalimiz bor. Bu yoq esa kuxnimiz. Bu yerda esa bitta spanimiz bor. Spanimiz va hojatxonamiz. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Agar qadrdonlarim, ikkinchi etajga ham chiqdik. Ana bu ikkinchi etajga chiqqandan keyin bitta xonamiz. Общий hisoblasak ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz va to'rtinchi xonamiz. Ana bu balkonimiz. Bu yoq esa 5-xonamiz. 5-xonamizga yana bitta sanuzel bor. Qadrdonlarim, bu kottejimizning pishgan g'ish bilan ko'tarilgan, plita qilingan, ana bu yerda 3-etaj uchun ko'tarishga sharoit qilib qo'yganlar. Bemalol xohlasangiz 3-etajni penthouse qilsangiz ham bo'ladi. Muammo yo'q, nima uchunki buni fundamenti 5 etajgacha ko'taradi deb aytdilar kottejimiz egalari. Hozir sizlarga yerto'lamizni ko'rsatamiz. Yuring ketdik. Qadrdonlarim, obzorimizni ko'rayotgan bo'lsangizlar, like bosishni ayamang. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishga harakat qilinglar. Shu Rim kontor territoriyasidan kottej olaman degan do'stlaringizga tarqating. Yerto'lan qarang, yerto'lan balandligi 3 metr. Bemalol bera uy qilsangiz ham bo'ladi yoki bolalar uchun sharoit qilib bersangiz ham bo'ladi. Muammo yo'q. Ana bu tashqariga chiqadigan joyimiz. Bemalol joy zo'r. Safarda yurgan aka-ukalarimiz shu kottej olaman deb Franklin bo'yicha arkasidan yugurib yuribdilar. Pulni to'layman u kottej olaman deb. Qadrdonlarim, obzorimiz ma'qul kelganimizda like bosishni ayamang. Feras agentsiyasiga obuna bo'lishni unutmang qadrdonlarim. Lokatsiyasini ham bir marta aytaman. Buxoro shahridan, Rim kontordan 3 yo'lli 2 etajli iborat yerto'lamiz bilan 3 etaj bo'ladi. Tushuntirdim. Agar narxi kelsak, fasadlardan qilib beramiz. Kottejimizning narxini 120 ming deb qo'yamiz. Yana savdolashga zazorchasi bor. Obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, sizlarga uchun pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizlarda aloqada chiqishlaringizni so'rab qolamiz. Qadrdonlarim, so'qqanda yashang, kottejga kelib yashang, zo'r joyi. Buxoro shahri qoq yuragidan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizga ketdik.